Biz bugün Kugish maktabında Qorag'izalisiz qonaqlarni nishib qarshi olganlar. Adiyat Ulinlar oilasi isanmisiz? İsyanmısınız? Sizlar sizlar bilan shug'ullanasiz? Shunday tabichlar baylaymiz, qo'shiqlar baylaymiz, munchalar baylaymiz. Beylagash qo'ya qo'yasiz. O'zingiz uchun qilamiz. O'zingiz uchun молодцы. Hasanovlar oilasi bilan endi biz gazetimizda da yozgan edik. Onlardan o'ngan oilalarini bilamiz. Qorag'izalımında avuz sularini kitirik ali shahar xalqining tik qiziqib o'tirsinlar. Nishi xallaringiz? Allohga shukr. Nisha sıyır asrisiz bugungi kunda? Bugungi kunda birgina sirimiz bor. To'g'risadi, hozir biroz ulg'ayib ketdik. Shuay bo'lsa-da, rizqlaringiz subhanalloh har kimga yetarli deymi? Shaharga da boramiz, o'zimizga da yetadi, avuldoshlarga da yetadi. Ata-Ulinlar oilasi qo'yda? Olar yo'q alimında nindi matur rizqlar әзерләгәннәр. Менә монда безне Qorag'izalisiz G'izzatullinlar qarшы ала. G'izzatullinlarning kim шулай кул эшләре белән шөгыльләнәсезне? Mana men ishlayman qishki uzun tunlarda. Tunlarınız bik ko'ngilli o'za ekan. Materiallarini qo'yan olasiz. Material kerakdaymi? Subhanallah. Sotasizmi, bo'lak etasizmi, nishlaysiz? Bo'lak etamiz, sotmaymiz, bo'lak etamiz. Tayyiplar oilasi, shulay yo'q bizning. Yo'q, boshlar bayli, qo'l ishi bilan avulda bir yerga yig'ilib borib baylaysizmi, shug'ullanasizmi? O'zingizgina, idagina Ko'rshon payjondan kiramiz. birga. Hozir bizning garmonchi oboy bilan tanishtirib ketingiz, ismingiz? Mansur oboy, aya bir marta yutib o'ynab ko'rsatingiz. Jirlag'iz aya. Yürü kırlarım